solishtirmasiga kelsak, Usmonli askarlarining jami yig'indisi 70 ming kishi edi. Rumeli sipohiylari, Anadolu otliqlari, qora tatarlar, serb askarlari, yanicharlar va yana boshqa jangchilar. Sohibqironning qo'shini esa 120 ming atrofida edi. Qo'shinning 90% ni Movaroun Nahr hamda Xurosonlik otliq jangchilar tashkil qilardi. 10% ni piyoda jangchilar va yana qo'shimcha Hindistondan keltirilgan 32 Sulton Boyazid Yildirim boshchiligidagi Usmonli qo'shini Sivas yaqiniga kelib qolganini eshitgan Amir Temur ularni o'zlarining davlatida adashtirib, bo'lib o'tadigan buyuk jangdan oldin ularni charchatish uchun avval Qaysari, so'ng Kirsehir, oxirida Anqara shahri atrofiga kelib, qal'a shaharni hujum orqali egalladi. Ayni vaqtda Boyazid Yildirim jahl otiga minib Sohibqironni tinmasdan quvib keladi. Manbalarga ko'ra, Anqaraga Boyazid Yildirim Amir Temurdan keyin salkam 2 hafta kechikib yetib kelgan. Ikki buyuk Turkiy imperiyaning qo'shinlar solishtirmasiga kelsak, Usmonli askarlarining jami yig'indisi 70 ming kishi edi. Rumeli sipohiylari, Anadolu otliqlari, qora tatarlar, serb askarlari, yanicharlar va yana boshqa jangchilar. Sohibqironning qo'shini esa 120 ming atrofida edi. Qo'shinning 90% ni Movaroun Nahr hamda Xurosonlik otliq jangchilar tashkil qilardi. 10% ni piyoda jangchilar va yana qo'shimcha Hindistondan keltirilgan 32 ta jangovar fil. Bir yo'la ajdar minib kelmabsan-da, nimadir dedingmi Yildirim? Bu sirk hayvoni ustidagi masxaraboz kim ekan deyapman. Ya Alloh, majag'layman Yildirim. Ko'ramiz qariya. 1402-yilning 28-iyulida ikki Turkiy imperiya qatnashgan eng dahshatli va eng qonli jang boshlandi. Jang boshlanish bilanoq Boyazid Yildirimning so'l qanoti zaiflasha boshladi. Buning sababi esa qora tatarlar va temuriylar orasidagi sirli sulh bitimi edi. Ular muhoroba davomida temuriylar tarafga o'tib ketdi. Sultonning o'ng qanotidagi kuchlari esa temuriylarniki bilan deyarli bir xil edi. Ammo markazdagi jangovar fillar ustidagi kamonchilar o'qi omorida qolgan yanicharlarning ahvoli dahshatli bo'ldi. Ham chap qanotdan, ham markazdan Usmonlilarga qaqshatqich zarba bergan Temur bu jangda shubhasiz g'olib bo'lgan. Xoyinlar, sotdingizmi meni? Endi anglagandirsan, menga qarshi chiqqanni qay ahvolga tushishini, qardosh. Hukmdorim, qochishimiz lozim. Yo'q, qanaqa qochish? Kitobimda qochish yo'q deb yozilgan. To'g'rimi, mazlum? Mazlum. Kitob hukmdorim, qoching, qutuling. Mazlum. Yildirim, seni ogohlantirgandim. Men ham seni ogohlantirgandim. Alloh, sultonni qo'llarini bo'shating. Qayoqqa ketyapsan o'g'lim? Sevgilim bilan xayrlashishga. Bitta ortiq Yildirim. Alloh haqqi 3 marta ogohlantirgandim. Yonginamdan chodir tikilsin. Asal qaymoq, istagan narsasi berilsin. Anqara jangi g'alabasidan so'ng buyuk Sohibqiron Amir Temur Izmirni fath qilish uchun yo'l oldi. Bu shaharni ritsarlardan olib, Anadolu beyliklariga hadya qilmoqimiz lozim. Sohibqiron butun aql zakovatini Izmir gospitalerlariga qaratar ekan, ularga Rodos ritsarlaridan yordam kelmasligi uchun Izmir ko'rfasiga toshlar tashishni buyurtirdi. Jin ursin ana u ahmoqlarga qara. Toshlar bilan butun boshli bir ko'rfazni yopishmoqchi. Yillab tosh tashsalar ham bu ko'rfazni yopa olmasalar kerak. Aslida Sohibqironning niyati ham bunday emasdi. U toshlarni ko'rfazni yopish uchun emas, bil'aks, yordamga keladigan ritsarlarning kemalarini manjaniq orqali nishonga olish uchun tashtirayotgandi. Amirim, to'g'on uchun juda ko'p tosh sarfladik. Manjaniqdan otish uchun toshlarimiz qolmadi. Topamiz. Siz davom eting. Qisqa suradan so'ng kemalar ustiga manjaniqlardan otilayotgan toshlar o'rniga asir tushgan ritsarlarning boshlari otila boshlandi. Bunday dahshatli manzara ichida qolgan Rodos ritsarlari Izmirga yordamni to'xtatib, o'zlarining orollariga qochib qolishni boshlashdi. Navbat Izmir qal'asiga yetib kelganda, Amir Temur o'z askarlariga Izmir qal'asi ostidagi yerlarni qazishni buyurdi. So'ng qal'a devorlari uchun tayanch sifatida yog'och ustunlardan foydalanishni, qazish yakunlangach, u yerga olov qo'yishni buyurdi.
Afandim, Shahzoda Sulaymon Rumelida, Shahzoda Iso Bursada, Shahzoda Mehmet Amasiyada amringizga muntazirdir. Go'zal. Endi Anadolu beylarining tuproqlari. Ularga ham o'z yerlari berildi, ammo Temuriylarga bo'ysundirilgan holda. Afsuski, Anqara jangidan 8 oy o'tar o'tmas, buyuk va jasur Usmonli sultoni Boyazid Yildirim og'ir tushkunlikdan vafot qildi. Buyuk Usmonlini 3 ga bo'lib tashlashdi. O'zingizchi, bundan ortiq bizga chora qoldirmadingiz. Kofirlarning jonzoti bilan ustimizga yurish qildilar. Sizlarning kofir askarlaringiz bizning musulmon jangchilarni o'ldirmadimi? Yetar! Bas qiling. O'zi bu urush sizlarning kasringizga boshlandi. Yildirim, nega bu videoda Temur seni qafasga solib aylantirilganligi haqida ko'rsatilmadi? Chunki u oddiy bir safsata. Odamlar bo'rttirishdan boshqa narsani yaxshi ko'rishmaydi. Men bu ishni unga loyiq ko'rmasdim. Men ham o'rningda shunday qilgan bo'lardim. Axir shunday bo'lsa, nega bir-biringizga bu qadar dushman bo'ldingiz? Nega bir-biringizga urush ochdingiz? Turkning jahon taxtiga ikki hukmdor sig'masdi.